Shohona kabob tayyorlaymiz. Agar bu taomni tayyorlasanglar, qo'linglarni ham qo'shib yuborishinglar aniq shunaqangi mazali chiqadi. Albatta tayyorlab qo'yinglar. Bizga svejiy sabzavotlar kerak bo'ladi. Yashil, qizil, bolgarskiy pomidor, baqlajon, chesnok, ustiga tuz sepib, qizdirilgan duxovkada pishirib olamiz. Shunaqa ustlarini keyin yopib qo'yamiz dimlab. Endi bizga kotleti uchun qiyma, piyoz, ziravorli, petrushka, suv kerak bo'ladi. Yaxshilab pishitib, shunaqa forma berib olamiz. Ustini yopgan sabzavotlarimizni postlarini osongina ko'chirib, shunaqa mayda qilib to'g'rab olamiz. Hammasini bitta idishga solib, alohida tovada piyozni qovurib olamiz. Chesnoklarni solib, tuz, ziravorli solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Duxovkaga qo'yishdan oldin kotletlarni terib, ustiga zaytun yog'larini quyib, duxovkaga jo'natamiz. Ungacha xamir tayyorlab olamiz. Xamir retseptini men postda yozib qoldiraman va duxovkada pishgan kotletli massani ustiga xamirimizni yopib, yana baland gradusda ustilari qizarib pishguncha duxovkaga jo'natamiz. Ustiga kunjut sedanali sepish esingizdan chiqmasin. Juda ham mazali shohona taom bo'ladi. Aniq aytolmayman, hali yoqtirmagan odam bo'lmadi. Juda ham mazali chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar, yoqimli ishtaha.